Bugün mening tug'ilgan kunim. Boshqalar tug'ilgan kunni esil katta restoranlarda o'tkazadi. Biroq men sizlarning ko'rganinglardek qancha oddiy bo'lsa shuncha yaxshi. 好日子红红火火。 Vay Chima. Yaxshimsiz Durani efendim. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Siz faqat 500 ko'p pul bersangiz, biz sizga Alma 15 Pro Max'dan bir narsa sovg'a qilamiz. Men uning aldamchiligini bilaman. Shundaqdimi men uningga 500 ko'yni aytmadim. Chunki u birdan-bir mening tug'ilgan kunimni esda saqlagan odam. O'ylab xiyolimga keltirib boqmagandim. U darvaqa telefonini aytdi. U yana cho'ng'ilib mushishimga kelgicha sen tunji manga ishongandim. Tutaman muzdekning yangi chiqqan ko'konat ichimlik yo'llanma telefonini bir aqlan beray. Başkalarının ishonchisiga erishish degan bu bir baxt. Boshqalarga ishonish bo'lsa bu bir jur'at. Shunday qilib mening kallamga "Men aldamchi bo'lib boqaymi" degan xayol keldi-da, Tordan aldamchilik dasturi degan kitobdan birini sotib oldim. Biroq u kitobni 6 oy bo'ldi, texa akapam.